Voy. Mavarayın pişliği ne oldu? Xotinim Tyson so'radi. Tysonni fanati shekilli deb olib keldim. Xotin Tyson emas, Dyson so'ragan ekan. Öyle 56'lar hiç kaçan xotinından qo'ymaydi. Ketdi nerede? Nerede gerek? Mana 2, mana 4. Ana inandirib oplading senchi? Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sous qilaman. Big'illaman. O'zing yaxshimisan? Ozi sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan. Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sal zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamma ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul zohrakilam ekan, kirolmay yotibman. Ishlaringda bitta xotinni qo'ymaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharminda qilmagin. Aldaysan-ki, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman.